Sonlarning kompyuterda qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas nuqtali tasvirlanishi. Kompyuterda haqiqiy sonlarni ifodalashning qo'zg'aluvchan nuqtali va qo'zg'almas nuqtali tasvirlash usullari mavjud. Butun sonlar kompyuter xotirasida qo'zg'almas nuqtali sonlar usulida tasvirlanadi. Ya'ni butun sonlar, kasr qismi yo'q bo'lgan sonlar qo'zg'almas nuqtali sonlar usulida tasvirlanadi. Endi qo'zg'aluvchi nuqtali sonlar. Bu usulda virgulning o'rni o'zgarishi mumkin. Son mantissa va daraja ko'rinishida yoziladi. Masalan, 12500 soni ilmiy yozuvda 1,125 ko'paytirilgan 10 darajasi 4 ko'rinishida yoki bu sonimiz 100 mingdan 37 soni 3,7 ko'paytirilgan 10 darajasi -4 ko'rinishida yoziladi. Kompyuter ikkilik sanoq tizimida ham xuddi shunday saqlaydi. Kompyuterda berilgan son 32 bit qilib saqlanadi xotirasida. Bu 32 bit quyidagicha taqsimlanadi. Birinchi bit, mana bu qismimiz. Sonning ishorasini bildiradi. Agar son musbat bo'lsa 0 son yoziladi, manfiy bo'lsa 1 son yoziladi. Mana bu yerdagi 8 bit 10 ning darajasini bildiradi. Eksponent, ya'ni daraja qismi yoziladi. Qolgan 23 bit esa 23 bit mantissa, asosiy qism hisoblanadi. Masalan, 6,5 sonini ko'raylik. 6,5 soni bu 10likda berilgan son. Buni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazamiz. Buning uchun 6 ni alohida ikkilikka o'tkazamiz. 3 ni 2 ga bo'lamiz. Qoldiq 1, 110. 110 butun. Endi 5 ni o'tkazamiz. 5 ni qaysi sanoq sistemaga o'tkazyapmiz? Ikkilikka. U holda 2 ga ko'paytiramiz. 5 kare 2 10. Bu yer bir xona bo'lganligi uchun bitta xonasini chiziqning o'ng tomoniga, ortib qolganini chap tarafiga yozamiz. Nollar hosil bo'lguncha ko'paytiramiz. Bizda 0 hosil bo'ldi, demak 1 ning o'zi. Biz 6,5 sonini ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazib oldik. Endi buni 32 bit ko'rinishida tasvirlashimiz kerak. Buning uchun virgulni surishimiz kerak bo'ladi. Bu 110,1 ko'paytirilgan 10 darajasi 0 ni bildiradi. Endi virgulni chap tarafga birgatak suradigan bo'lsak, 11,01 ko'paytirilgan 10 darajasi 1 bo'ladi. Virgulni yana birgatak suradigan bo'lsak, 1,101 ko'paytirilgan 10 darajasi 2 bo'ladi. Virgulni yana birgatak suradigan bo'lsak, 0,1101 ko'paytirilgan 10 darajasi 3 bo'ladi. Buni 32 bit ko'rinishda yozish uchun darajani ham ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazamiz. Buning uchun 3 ni 2 ga bo'lamiz. 3 ni 2 ga bo'lsak 1, 1, bu yer 2, bu yer 1. 11. Demak, 0,1101 ko'paytirilgan 10 darajasi 11. Endi buni 32 bit ko'rinishda yozadigan bo'lsak, bu birinchi bitimiz ishorasini bildiradi. Demak, bizda son musbat bo'lganligi uchun bu qism 0 bo'ladi. Endi 8 bit darajani bildiradi. Bizda daraja 11 ga teng. 11 ni yozib olamiz. Bu qismi 0 bo'ladi. Va oxirgi asosiy qism mana bu son yoziladi. 11,01. 11,01. Qolgan hammasi nollar bilan to'ldiriladi. Shu ko'rinishda sonimiz hosil bo'ladi.
Biz berilgan 6,5 sonini ikkilik sanoq sistemaga o'tkazib, kompyuterda qanday tasvirlanishini yozib oldik. Endi misol ko'rsak. O'nlik sanoq sistemasida berilgan 125 butun mingdan 125 sonini ikkilik 32 xonali ko'rinishda aniqlang. 125 butun 125 o'nlik sanoq sistemasida berilgan. Avval ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz. Buning uchun butun qismini alohida, kasr qismini alohida o'tkazamiz. 125 2ga bo'lamiz. 62 124 qoldiq 1. 62 ni 2ga bo'lamiz. 31 62 0. 31 ni 2ga bo'lamiz. 15 30 qoldiq 1. 15 ni 2ga bo'lamiz. 7 14 qoldiq 1. 7 ni 2ga bo'lamiz. 3 6 qoldiq 1. 3 ni 2ga bo'lamiz. 1 2 qoldiq 1. Birdan boshlab yozib olamiz. 11 111 01 butun. 125 ni ikkilikka o'tkazishimiz kerak. Buning uchun 125 ni yozib olamiz. Ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazadigan bo'lsak, 2 ga ko'paytiramiz. 125 ni 2 ga ko'paytirsak 250. Bu yerda 0 yoziladi. 250 ni 2 ga ko'paytirsak 500. Bu yerda ham 0 yoziladi. 500 ni 2 ga ko'paytirsak 1000. Nollar hosil bo'ldi. Nollar hosil bo'lgach to'xtatamiz ko'paytirishni. Shu tartibda yozib olamiz. 0 0 1. Endi sonimizning virgulini surishimiz kerak. Virgulni qachongacha suramiz? Butun qismi 0 bo'lguncha. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ketak suradigan bo'lsak, 0 butun 111 11 01 001 ko'paytirilgan 10 darajasi 7. Biz 7 sonini ham ikkilikka o'tkazishimiz kerak. 3 6 1 2 1 2 1 111. Demak, 0 butun 111 11 01 001 ko'paytirilgan 10 darajasi 111. Birinchi qismi 1 bitimiz sonning ishorasini bildiradi. Sonimiz musbat, shu sababli bu yerga 0 ni yozamiz. Bu 8 bit sonning darajasini bildiradi, eksponentani bildiradi. 10 ning nechanchi darajasi? 111 darajasi. Oldini nollar bilan to'ldiramiz. Qolgan 23 bit sonning asosiy qismi, mantissani bildiradi. 111 11 01 001. Qolgan qismi nollar bilan to'ldiriladi. Keyingi misol. O'nlik sanoq sistemasida berilgan 83,145 sonini ikkilik 32 xonali ko'rinishda ifodalaganda nechta 0 ishtirok etishini aniqlang. 83,45 o'nlik sanoq sistemasida berilgan. Ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazamiz. 83 ni 2 ga bo'lamiz. 41 karra 2 82 ayiramiz. Qoldiq 1. 41 ni 2 ga bo'lamiz. 20 40 1 20 ni 2 ga bo'lamiz. 10 20 0 10 ni 2 ga bo'lamiz. 5 10 ayiramiz 0 5 ni 2 ga bo'lamiz. 2 karra 2 4 qoldiq 1. 2 ni 2 ga bo'lamiz. 1 karra 2 2 qoldiq 0. Bu birdan boshlab yozib olamiz. 101 00 11 butun. 45 qismini o'tamiz endi. Kasr qismini. 45 ni 2 ga ko'paytiramiz. 90. Bu qismiga 0 yozamiz. 90 ni 2 ga ko'paytiramiz. 180.
saksonni ikkiga ko'paytiramiz 160. 60ni ikkiga ko'paytiramiz 120. 20ni ikkiga ko'paytiramiz 40. 40ni ikkiga ko'paytiramiz 80. 80ni ikkiga ko'paytiramiz 160. 60ni ikkiga ko'paytiramiz 120. 20ni ikkiga ko'paytiramiz 40. 40ni ikkiga ko'paytiramiz 80. 80ni ikkiga ko'paytiramiz 160. Va bizda davriy kelib chiqadi. Qayerda takrorlanyapti? Mana bu 80dan boshlab bu 80gacha. Bu 80dan boshlab bu 80gacha. Yo'q, bu 80dan boshlanmayapti ekan takrorlash. 1100 1100. Mana bu yerda davriy takrorlanyapti. Demak, davrda 11:00. Soni hosil bo'ldi. Endi bu sonni 32lik ko'rinishda ifodalashimiz kerak. Buning uchun virgulni surib olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0,101, 00, 11. Davrda 11:00. Soni berildi. Endi buning darajasi 10 darajasi 7 bo'ladi. Ikkilik sanoq sistemasida. Endi 7ni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz. 3 kere 2 6, 7dan 6ni ayiramiz 1, 3ni 2ga bo'lamiz 1, 1 kere 2 2, 3dan 2ni ayiramiz 1. 111. 111. Sonning ishorasi musbat, shu sababli 0 yoziladi. Sonning darajasi 111. 111ni yozib olamiz. Bu yer nollar bilan to'ldiriladi. Asosiy qismi 101, 0011. Davrda 11:00. Qolgan qismi nollar bilan to'ldiriladi. Savolda nechta 0 ishtirok etishini aniqlang. Sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 dan 0 qatnashar ekan. Keyingi savol. O'nlik sanoq sistemasida berilgan sonni ikkilik 32 xonali ko'rinishda ifodalaganda nechta bir ishtirok etishini aniqlang. 125,125 o'nlik sanoq sistemasida berildi. Buni 32 xonali ko'rinishda ifodalaganda nechta bir ishtirok etishini aniqlang. Buning uchun sonning butun qismini alohida, kasr qismini alohida ikkilikka o'tkazib olamiz va bu jadvalga joylashtiramiz. Birinchi biti ishora musbat bo'lsa 0, manfiy bo'lsa 1. Qolgan 8 biti daraja, qolgan 23 bit sonning asosiy qismi. Nechta bir ishtirok etadi? Buni aniqlashimiz kerak. Birinchi misoldan ko'rib olamiz. 125,125 sonini yozib oldik. Birlarni sanashimiz kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ta bir ishtirok etar ekan. Keyingi savol. 50,4 davrda 7 sonini o'nlikdagi ikkilanganini va ikkilikdagi 32 xonali ko'rinishda aniqlang. 50,4 davrda 7. 8lik sanoq sistemasida. Buni o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun o'nlik sanoq sistemasida davriy kasrni oddiy kasrga aylantirganimizdek, buni ham oddiy kasrga aylantirib olamiz. Buning uchun sonning o'zini yozib olamiz. Ayirish 504 bo'lingan
Bu yerda nechta xona bo'lsa, shuncha 9 bo'lishi kerak. Bizda hozir bitta 9 bo'ladi. Davr bo'lganligi uchun 0 yozib olamiz. Davrda nechta xona bo'lsa, shuncha 9. Davrning oldida nechta son bo'lsa, shuncha 0 yozib olamiz. Buning barchasi 8lik sanoq sistemasida. Endi 10lik sanoq sistemasida 90 qilib yozib olar edik. 8lik sanoq sistemasida oxirgi son 7 bo'lganligi uchun bu yer 90 emas, 70 bo'ladi. Hisoblashdan amalga oshiramiz. 5047 dan ayiramiz 504 ni. 7 dan 4 ni ayiramiz 3, 4 dan 0 ni ayiramiz 4, 10 dan 5 ni ayiramiz 3 ga teng, 5 dan 1 ni ayirsak 4 ga teng. 43, 43. 8lik sanoq sistemasida. Bu 70. 8lik sanoq sistemasida. Endi alohida 10lik sanoq sistemasiga o'tkazamiz. Buning uchun daraja beramiz. 0, 1, 2, 3, 0, 1. 4 ko'paytirilgan 8 ning 3-darajasi, 3 ko'paytirilgan 8 ning 2-darajasi, 4 ko'paytirilgan 8 ning 1-darajasi, 3 ko'paytirilgan 8 ning 0-darajasi. 7 ko'paytirilgan 8 ning 1-darajasi, 0 ko'paytirilgan 8 ning 0-darajasi. 2275. 7 kere 8 56. 2275 ni bo'lamiz 56 ga. 40,625. Bizda savolda 10likdagi ikkilanganini u holda 40,625 ni 2 ga ko'paytiramiz. 81,25. Endi shu sonning ikkilikdagi 32 xonali ko'rinishda aniqlang. Buning uchun 40 ni ikkilikka o'tkazib olamiz. 20 karra 2 40, qoldiq 0. 20 ni 2 ga bo'lamiz 10, qoldiq 0. 10 ni 2 ga bo'lamiz 5, 10, qoldiq 0. 5 ni 2 ga bo'lamiz 2, 4, qoldiq 1. 2 ni 2 ga bo'lamiz 1, 2, qoldiq 0. Sonni yozib olamiz. 1, 0, 1, 0, 0, 0. Butun. Endi 625 ni ikkilikka o'tkazamiz. Buning uchun 625 ni 2 ga ko'paytiramiz. 1250. 250 ni 2 ga ko'paytiramiz. 500. 500 ni 2 ga ko'paytiramiz. 1000. Nollar hosil bo'ldi. Sonni yozib olamiz. 101. Virgulni 0 hosil bo'lguncha, butun qismi 0 bo'lguncha suramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 101, 0, 0, 0. 101 ko'paytirilgan 10 darajasi 6. 6 ni ikkilikka o'tkazamiz. 3, 6, 0, 2, 1, 2, 1, 110. Darajasi 110 ekan. Yozib olamiz. Bu ishora musbat, demak 0. Darajasi 110. Bu qism nollar bilan to'ldiriladi. Va asosiy qism 101. 3 dan 0 yana 101. Qolgani nollar bilan to'ldiriladi. Berilgan sonning ikkilangani 81,25 va uning ikkilikdagi 32 xonali ko'rinishda aniqlanishi shu ko'rinishda hosil bo'ldi.